Bayramga tayyorgarlik. Biz mehmonxonaga umuman kirmaymiz. Shuning uchun juda ham chang bo'lib ketgan. Pardalarini yechib oldim. Keyin patologlarni yaxshilab artib, derazalarni ham tozalab, yuvib oldim. Keyin pardalarimni birinchi yaxday suvda changlarini tushirib, keyin toza suv qilib, yaxshilab yuvdim. Keyin quyoshga hammasini birin-ketin yoyib chiqdim. Havo rosa issiq bo'libdi. Issiqqa bu pardalarim birdaniga qurib chiqdi. Qurigandan keyin ichkariga olib kirib qo'ydim. Mehmonxonani endi yaxshilab pilisos qilib, pollarini artib, biz gilamlarni yig'ib tashlagancha edik. Gilamlarini to'shab, pardalarni o'ttiq qilishni boshladim. Pardalarni o'ttiq qilib bo'lib, birin-ketin hammasini pardalarni ilib chiqdim. Oson bo'lmadi, rosa qiynaldim, chunki katta parda ekan, bir tarafi to'g'ri kelmay, bir tarafi tushib, shunday qilib pardalarni ham ilib oldim. Ishlarim tugadi. Endi ko'rpachalarni to'shab qo'yaman. Ko'rpachalarni o'zim qavganman. Chiroyli chiqibdimi? Mehmonga kelinglar.